Hayitga rahmat. Yana sizlarga asalcha asalcha degan. To'xtab. O'zi asalchaligi bilinib turibdi-ku, to'g'rimi? Bugun narxi necha pul edi? Necha pul? 295 ming ekan. Ustimdagi mana shu ko'yni asal, voy yana nima asal davommi? Xullas qizlar, shunaqa zo'r ko'yniklarim energiya bilan chiqmayapti-da. Men hech qachon bunaqa adashmasdim qizlar. Rostdan esimdan chiqib qoldi-ku. Yiqilmayman hozir, gapira olmayapman. Agar do'stimdagi shu ko'ynagim yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yasiz. Xullas qizlar, bizga 295 mingdan Turkiya shunaqa chiroyli ko'ynakchalarimizdan keldi. Ahamiyat bersanglar, mana bu yelka qismlari jimchi, menimcha ortiqcha ta'riflashimga tilim ojizlik qilyapti. Даже gaplarimda adashib ketyapman. Bejvoy rangidan, rozvoy rangidan, ko'k rangidan ko'ryapti, ko'k rangidan, to'q shokolad rangidan sotuvga olib chiqqanmiz. 295 ming so'm qilib beraman. Turkiya ko'ynaklarimni aniq bunaqa sifatdagisini bundan arzoniga topolmaysiz. Agar shu ko'ynagim bundan arzoniga topsangiz, men sizga shundagina tekinga berib yuboraman. Xullas, Maksim Gorkiy filialimizda barchalarni kutib qolamiz.